Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan ozgina o'zimni Wildberries bo'yicha ozgina bilimim bo'lishib o'tmoqchiman. Hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Birinchisi savdoda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsalardir. Asosiyisini ikkiga bo'ldim. Oxirgisi, uchinchisi bu oxirida aytib o'tib ketaman. Hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Birinchisi o'rtoqlar, e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa, siz Wildberries sotsangiz ham, Amazonda, Uzun Market, Yandex Market, xohlagan marketplace'da sotsangiz yoki bozorda offline savdoda sotsangiz ham sifatga e'tibor qilishingiz kerak tovarda. Bu zamon talabi. Bizni kelajagimiz davomiy bo'lishi uchun sifatli tovar sotishimiz kerak bo'ladi. Sifatli tovarni yana arzonroq narxda xalqqa yetkazib berish kerak. Xohlagan narximizni qo'yib turib sota olmaymiz. Ikkinchisi, kopiya bo'lmagan tovarlar sotishimiz kerak. Misol uchun olaylik, Nike krossovkasini originali bor и под original deymiz o'zimizcha, lekin u kopiya hisoblanadi-da. Uni ofitsial Nike kompaniyasi tasdiqlamaydi. O'sha narsani sotish kerak emas. O'shanga o'xshagan yana alternativ boshqa kopiyalarni ham sotish umuman bizning kelajagimizga to'g'ri kelmaydi. Sotadigan bo'lsangiz ham, iloji bo'lsa agar olib qo'ygan bo'lsangiz, sotayotgan bo'lsangiz, asratkani tugatib turib, iloji boricha o'zingizni brendingizni yaratishga harakat qiling. Yoki bo'lmasa brend bo'lmagan tovar sotishga boshida shunaqa qilib sotib ko'rsangiz ham bo'ladi. Samim qilamiz, sifati bilan narxi arzon bo'lsa, strategik tovarni ko'taradigan bo'lsangiz, sifat ushlab qolishi mumkin reytingni. Keyingisi o'rtoqlar, foto kontent va otziv и video kontent. Bular nimaga ta'sir qiladi? Strategik tomonlama tovarni topga ko'tarib olganimizdan keyin bizga birinchi ta'sir qiladigan narsa, mijozni, klientni e'tiborini tortadigan narsa, bu birinchisi foto bilan otziv bo'ladi. Birinchi e'tiborni tortgani foto va fotoni ko'rgandan keyin otziviga e'tibor qiladi sirazu. Ikkinchi masalasi. Uchinchisi keyin tsenasi. Endi uchalasini almashtirib qo'yishingiz ham mumkin. Har xil klientlar misol uchun qaraydigan bo'lsak, 30% dan 35% gacha fotosiga qaraydigan mijozlar bor. Endi bularni nima deydi? Kategoriyaga bo'lib chiqadigan bo'lsak, yoshlar, ayollar, erkaklar va erkaklarning ham o'zini psixologiyasi bor. Ularga to'g'ri keladigan tomonlama oladigan bo'lsak, otziv bo'lsa, ko'pchilik где-то 25% dan 75% gacha otzivga e'tibor qilar ekan. Agar olib qaraydigan bo'lsang, bu statistika o'zgarib turadi. Joylashuv bo'yicha yoki bo'lmasam vaziyatga qarab turib o'zgaradi. Keyin yana 30% dan 90% gacha mijozlar tsenasiga e'tibor qilar ekan tovarni. Tsenaga e'tibor qilgan joyida agar otziv yomon bo'lsa, bu tovarga kirib o'tirmaydi. Bu tovar уже неинтересно hisoblanadi boshqalarga. Agar siz fotosini va otzivini va tsenasini ham o'rtacha qilib, yaxshi reytingda ushlab turadigan bo'lsangiz, keyin u tovarga qiziqish bo'lganda tovarning ustiga bosiladi. Bosilgan paytda, klik qilingan paytda video bo'lishi kerak. Hammaga tavsiya. Meni o'zim ham qilgan xatolarimdan kattasi shu bo'ladi. Ko'p tovarga videoni tushunarli qilib joylamayman. Mana shu narsa ham mening xatoyim bo'ladi. Bu hozirgi paytda olib qaraydigan bo'lsak, TikTokda, YouTube'da, Instagramda ko'pchilik shorts prolistat qilib video ko'rishga o'sha psixologiyani o'rgatib qo'yishgan. Opisaniyani, tovarning ostidagi qo'llanmani ko'pchilik o'qimaydi. Misol uchun men o'zim ham video bo'lsa, videoni kirib ko'rib, tovarni realni ko'zim bilan ko'rganimdan keyin va otziviga qarab turib zakaz qilaman. Asobi narxiga agar tovar zo'r bo'lsa, defitsit bo'lsa, ko'pchilik e'tibor qilmaydi bu narxiga. O'rtoqlar, mana shu informatsiyalarni agar o'zingizlarga foydali qilib qo'llanma qilib oladigan bo'lsanglar, ancha-muncha prodajaga ta'sir qiladi. Ayniqsa savdoda yurgan akalarimiz, opalarimiz juda ham ko'p videoni ko'radigan. Sizlarga bu полезный bo'ladigan bitaman. Oxirgisi mana shu strategiyani qanaqa qilib ko'tarish kerak? Bu strategiyani men hozir Telegram kanalga silka tashlayman. Pastda silkaga o'tib, Telegram kanalimga obuna bo'lib va o'sha postga like bosib qo'yasizlar.
va u like 50 tadan 100 tagacha o'tsa, men mana shu strategiyani sizlarga bepulga video rolik qilib joylab beraman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.